Assalomu alaykum. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining 2024-yilgi global gepatit hisobotiga ko'ra, virusli gepatit kasalligi qurbonlari soni doimiy ravishda o'sib bormoqda. Gepatit dunyodagi eng ko'p odamlar vafot etadigan yuqumli kasalliklar orasida ikkinchi o'rinni egallamoqda. U yiliga 1,3 million inson hayotiga zomin bo'lmoqda. Virusli gepatit o'tkir yuqumli kasallik bo'lib, jigar hujayralarining zararlanishi, teri va shilliq qavatlarining sarg'ayishi, peshobning to'q sariq rangga kirishi, jigar, ba'zan taloqning ham kattalashishi bilan kechuvchi yuqumli kasallik hisoblanadi. Virusli gepatitning asosan 5 ta turi mavjud bo'lib, ularning barchasi jigarni zararlaydi. Virusli gepatitning 5 ta asosiy turi mavjud bo'lib, ularning barchasi jigar kasalliklarini keltirib chiqarsa-da, muhim ko'rsatkichlari bo'yicha, jumladan yuqish yo'llari, kasallikning og'irligi, geografik tarqalishi va ularning oldini qanday qilib olish mumkinligiga qarab farqlanadi. Gepatitning B va C turlari surunkali kasalliklarga olib keladi va birgalikda jigar sirrozi, jigar funksiyasining yo'qotilishi, jigar saratoni va virusli gepatit bilan bog'liq o'limning eng ko'p tarqalgan sababidir. Kasallikning ko'pgina alomatlari faqat kasallikning kechki bosqichidagina paydo bo'ladi. Bunda ko'pchilik odamlarda gepatit B yoki C borligi ularda jiddiy jigar kasalligi yoki saraton rivojlangandagina aniqlanadi. Gepatitning parenteral yo'l bilan yuqadigan B va C turlari shprits, igna va boshqa tibbiy asboblarni yetarlicha zararsizlantirmaslik, sterillamaslik oqibatida, shuningdek, qon va qon preparatlari quyish hamda turli tibbiy muolajalar vaqtida yuqishi mumkin. Virusli gepatit tashxisi asosan bemordan olingan ma'lumotlar, kasallikka xos alomatlar, qon tahlili asosida qo'yiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim dolzarb virusli infeksiyalar tarqalishiga qarshi kurashish chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi 243-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimizning barcha shahar va tuman oilaviy poliklinikalarida virusli gepatitning B va C turlarini erta aniqlash uchun ekspress test tahlillari o'tkazilmoqda. Ekspress test tahlillari xulosasiga ko'ra, virusli gepatit C aniqlangan fuqarolar Farg'ona viloyati sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi virusologiya laboratoriyasida bepul polimeraza zanjirli reaksiyasi tahliliga tekshiriladi. Tahlil natijalariga ko'ra, virusli gepatit C kasalligi aniqlangan fuqarolar Farg'ona shahrida joylashgan gepatologik markaz tomonidan bepul sofosbuvir va daglatasvir dori vositalari bilan ta'minlanadi. Shu o'rinda fuqarolardan sog'lig'ingizga befarq bo'lmasligingizni, hududingizda joylashgan oilaviy poliklinika va oilaviy shifokorlik punktlarida bepul ekspress test topshirib, sog'lig'ingizga g'amxo'rlik qilishingizni, sog'lom turmush tarziga rioya qilishingizni va albatta o'z vaqtida shifokor ko'rigidan o'tishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.